Agarda siz bu ma'lumotni bilsangiz takrorlash bo'ladi, bilmasangiz o'rganib olasiz va buni bilmas joylarga yuborib qo'yasiz. Bu mavzuyimiz terminal holatlarda birinchi yordam. Birinchi bosqichdan boshlaymiz, ya'ni preagonal bosqichda. Bundan maqsadimiz hayotiy funksiyalarni barqarorlashtirish. Hayotiy funksiya bo'ladi, lekin biroz sustroq bo'ladi. Birinchi navbatda havoni ta'minlashimiz kerak. Kislorodli maskada bemorga taqamiz. Ikkinchisi venoz kirish yo'lini ochish. 4-kateter yordamida ochib olamiz va suyuqlik terapiyasini boshlaymiz. Natriy xlor yoki ringer bilan. Uchinchisi qon bosimini ko'tarish, vazopressorlar yordamida ko'taramiz, misol uchun dopamin. To'rtinchisi asosiy bir sababini yo'qotish. Misol uchun qon ketish bo'lsa, buni to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqich agoniya bosqichi. Bundan maqsadimiz yurak va nafasni saqlash bo'ladi. Birinchisi navbatda sun'iy nafas, ambuq qopchasi yoki intubatsiya yordamida. Ikkinchisi yurak massaji agar puls sezilmasa. Uchinchisi adrenalin va atropin kabi dori vositalaridan foydalanamiz. To'rtinchisi defibrillatsiya bo'ladi. Bu ma'lumotlar juda ham oz bo'ldi va bunda iloji boricha qisqa va tushunarli qilib tushuntirishga harakat